Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun ushbu roligimizni darhol boshlayman. Demak, dasturimizni Isuzu furgon avtomobilimiz boshlab beradi. 2017-yil ishlab chiqarilgan, probeg esa 529 ming yurgan deyapti. Kraskalari toza. Hamma joyi radnoy holatida ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa 380 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Ikkinchi avtomobilimiz ham Isuzu furgon. 2021-yil ishlab chiqarilgan. Probegasi 270 ming kilometr masofani bosib o'tgan deyapti. 100 talik 6 ta metan gaz ballonlari bor. Shinalar esa 90% atrofida, akkumulyatorlar yangi, mashina ishlab turgan, texnika xarajati yo'q. Narxi 40 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2016-yil ishlab chiqarilgan, Yaponiyada ishlab chiqarilgan variantidan deyapti. Probeg esa 500 ming kilometr, holati yaxshi, ishga tayyor holatda, xarajat yo'q. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa 28 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Chakman avtomashinamiz sotiladi. 2021-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi toza. Probeg esa 60 ming kilometr deyapti. Metan gazlar kompyuterlik, hamma joy radnoy, ishga tayyor holatda. Narxi 43 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Isuzu avtomashinamiz 2012-yil ishlab chiqarilgan. Probeg esa 550 ming kilometr deyapti. Holati zo'r, hamma joy shumka bo'lgan, 5 tonna yukka mo'ljallangan deyapti. Ishga tayyor holatda, narxi 27 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Samasval Isuzu avtomobilimiz avtobusdan yig'ilgan variantidan 2012-yil ishlab chiqarilgan. Zadnimoz Gurzovoyniki, Risol esa yaponskiy variantidan deb ma'lumot qoldirishgan. Kuzovlari ham zo'r holatda, qalin listdan tayyorlangan. Demak, narxi 27 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda yana bir Samasval texnikamiz 2001-yil ishlab chiqarilgan, yuk tashishni shu yildan boshlandi deyapti. Noldan yig'ilgan, hujjatlar ham joyida, ishga tayyor holatda, narxi 9 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar videoga like tugmasini bosib qo'yishni albatta esdan chiqarmang. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda navbatda yana bir Samasval Isuzu avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2004-yil ishlab chiqarilgan. Motor turbina motor, korobka 6 talik, tormoz sistemalar havaniki deyapti. Silindrlari 2 talik, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q. Narxi 15 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa Chakman avtomashinamiz sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, nahadu holatda, ishga tayyor. Motor, korobka, zadnimoslar ham, hadovoylar ham yaxshi. 12 ta metan gaz ballonlari bor deyishmoqda. Manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi. Narxini esa 28 ming dollar aytilish kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Chakman avtomashinamiz ham 2013-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, nahado holatda, motor moy yemaydi, ballonlarning oldi 90%, orqalari 70%, hujjatlari ham joyida, ishga tayyor holatda. Narxi 32 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Chakman avtomashinamiz 2012-yil ishlab chiqarilgan, hujjatlar ham joyida, holat ham yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobkalar ham yaxshi, hadovoylar ham yaxshi. Narxi 21 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Havo avtomashinamiz sotiladi. 2014-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ballonlar 80-90% atrofida, hujjatlar ham joyida. Qolgan ma'lumotlarni albatta batafsil telefon orqali gaplashamiz deyishmoqda. Narxi 600 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samasval Zilbichok texnikamiz 1994-yil ishlab chiqarilgan, Mazni ramasiga yig'ilgan, Risol ham Mazniki, motor esa Uralniki, bloklari ham butun, korobka moslari ham zo'r holatda, ballonlar beskamir. Manzil Farg'ona viloyatida, narxi esa 12 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Man avtomashinamiz sotiladi. 2015-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, hujjatlar ham joyida, ballonlar ham deyarli yangi deyapti. Narxi 23 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta videoga like tugmasini bosib qo'llab turing. Biz esa yana davom etamiz. Navbatda yana bir Samasval Man avtomashinamiz sotiladi. 2015-yil ishlab chiqarilgan ushbu texnikamiz ham holati yaxshi, hujjatlar ham joyida, ishlab turgan texnika, motor korobkalari ham yaxshi deyapti. Narxi esa 30 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati.
Navbatini kutib turgan texnikamiz esa Samosval KAMAZ 2019-yilda ishlab chiqarilgan, bir qo'l minilgan deyishyapti. Nahadu holatda, hujjatlar ham joyida, mashina ishga tayyor holatda, narxi esa $30,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bir narsani yodingizda tutingki, ushbu texnikalarning narxini biz emas, texnikani egalari belgilab berishadi. Biz esa shunchaki o'qib e'lon qilib beramiz xolos. Bizni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Videoga esa like tugmasini bosib qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang.